Ayollarimizning eng sevimli mahsulotlaridan kollagenlarimiz, qizlar 2 xil ta'mi bor. Olcha kompot ta'miga o'xshab ketadigani va mana bunaqa makito ta'mlisi bor. Va qizlar kollagen ichishdan oldin mana shu klientimga ham hozir 1 oylik detoks очищение bilan birga beryapman. Detoks очищение qilib, keyin kollagen ichsangiz, albatta ichaklaringizga yaxshi so'riladi va rezultati 100% bo'ladi. Kollagenimiz pepsidli kollagen organizmga 100% gacha so'riladi. Halol sertifikatga ega qizlar. Ta'mi ham juda ham yoqimli. Ko'pchilik kollagenlarni odamlar olib ichisha olmaydi. Shuning uchun ham bu kollagenni bemalol ichasizlar. Xuddi olcha kompot ichgandek ichasizlar. Ham shakarsiz qizlar. Saxir bo'lganlik klientlarimga ham berdim. Juda ham zo'r mazza qilib ichishdi. Rezultat juda ham yaxshi. Kollagenning vazifasi soch, teri, tirnoq holatini yaxshilaydi, suyaklar va bo'g'inlarni mustahkamlaydi va ajinlaringizni yo'qotadi qizlar. 30 yoshdan keyin hamma kollagen ichish kerak. Qanaqa kollagen ichishingizdan tashqari, avvalo halolligiga e'tibor bering. Bizniki halol sertifikatga ega qizlar.